Hozirgi kunda xalqaro IT gigant kompaniyalar o'z server xizmatlarini taklif etishmoqda. Bular orasida Amazon, Google va Microsoftning o'rinlari alohida ahamiyat kasb etadi. Mahalliy server nima va afzalliklari qanday? Mahalliy server bu mamlakat hududida joylashgan va shu yerning o'zida nazorat qilinadigan data centerdir. U xorijiy serverlarga qaraganda ancha qulay va xavfsizroq. Birinchidan, server qanchalik yaqin masofada joylashgan bo'lsa, veb-sayt yoki ilovaning ishlash tezligi shunchalik yaxshiroq bo'ladi. Ikkinchidan, mahalliy hosting internet trafikni ichki tarmoqda saqlaydi. Bu esa xarajatlarni kamaytirishga olib keladi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra, fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari mamlakat hududida joylashgan serverlarda saqlanishi zarur. Shu o'rinda bitta savol tug'iladi. O'zbekistonda ham mahalliy cloud kompaniyalar mavjudmi? Ha, bor. O'zbekistonda aynan shu yo'nalishda yuqori darajadagi xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlay oladigan Rego Cloud kompaniyasi mavjuddir. Ushbu kompaniya yuqori darajadagi xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlay oladigan mahalliy server provayderlaridan biridir. Ushbu kompaniya haqida batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling.